Bahor va yoz mavsumi sihatgohlarda davolanish, dam olish uchun qulay vaqt hisoblanadi. Chunki bu vaqtda tabiat yana ham chiroy ochadi va bu davo muolajalari bilan birga ruhiyatimizni ko'tarishga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda viloyatimizda yaratilgan sharoit va imkoniyatlar natijasida boshqa hududlarga davolanish yoki dam olish uchun borishga hojat qolmadi. Biz ayni paytda Qamashi tumanidagi Qiziltepa sihatgohidamiz. Ushbu sihatgohda yildan yilga sharoit va imkoniyatlar yana ham yaxshilanib, xizmat sifati oshib boryapti. Bu esa murojaat etuvchilarning ishonchini oqlamoqda. Va bugungi kunda o'zingiz ko'rib turganingizdek mana shunday go'zal tabiat qo'ynida zamonaviy texnologiyalar asosida tekshiruvlar, davo muolajalari yo'lga qo'yilganligi tez fursatda salomatliklarini tiklashlari uchun murojaat etuvchilar, dam oluvchilarga ma'qul kelmoqda. Keling birgalikda ushbu sihatgohda yaratilgan sharoit, imkoniyatlar bilan tanishamiz. Qiziltepa sog'lomlashtirish va dam olish maskani. Bugun zamonaviy qiyofa kasb etgan ushbu sihatgohning xizmat ko'rsatish sifati yuqori darajada. Muolaja turlari ham oshgan. Dam oluvchilar uchun ko'plab qulayliklar yaratilgan. Qariyb 6 gektarlik tabiati xushmanzara bo'lgan hududda faoliyat ko'rsatayotgan sanatoriya xalqimiz salomatligini ta'minlashda katta hissa qo'shib kelmoqda. Bizda asosan nevrologik asab tizimi bemorlari, undan keyin yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha davolaymiz, o'pka nafas yo'llari kasalliklari bo'yicha davolaymiz, urologik kasallar bo'yicha davolaymiz, ginekologik kasallar davolaymiz, stomatologiya xizmati bizda joriy qilingan. Oliy ma'lumotli mutaxassislarimiz 10 nafarni tashkil qiladi. O'rta tibbiyot hamshiralari va kichik tibbiyot hamshiralari 35 nafarni tashkil qiladi. Jami 45 nafar tibbiyot xodimi ishlaydi. Sihatgohimiz juda yaxshi ta'mirdan chiqqan, fizioterapiya muolajalari juda ham xilma-xil. Nevrologik kasalliklar, ya'ni bel dumg'aza grijalari, churalari, osteoxondrozlar, nevrozlar, shunaqa yo'nalishlar bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Disk churasini, ya'ni bel nimasini tortishdi 4 xil usuli hammasi bizda mavjud. Ya'ni qo'lda tortish, kompyuterda tortish, tosh osib tortish, vannaning ichida suvga tortish. To'rtalasi ham bor bizda. Echo kardiografiya ishlaydi, yurak qon tomir EKGimiz ishlaydi. Elektroensfalogramma, echo ensfalogramma tekshiruvlar mavjud. Murojaat qiluvchilar hamma joyda murojaat qilishadi, butun respublika bo'yicha. Bundan tashqari Qozog'istondan, Tojikistondan ham bemorlar bizga tashrif buyuradi, dam olib ketishadi. Ularga ham xizmat qilamiz, xursand, mamnun hammasi. Endi nasib bo'lsa kelajakda bundan ham yaxshi rejalarimiz bor. Ya'ni katta diagnostika markazini qurmoqchimiz. Hamma mutaxassislar jamlamoqchimiz. U yerga kompyuter tomografiyasi, MRT, MSKT, rentgenografiya hammasi bo'ladi. Qamashi tuman aholisi nasib bo'lsa mana shu barcha tepa xizmatlarni mana shu yerdan oladi, o'shaning uchun xizmat qilamiz. Boshqa joyga borib ovora bo'lmasligi uchun. Zamon talablari asosida jihozlangan ushbu maskan malakali mutaxassislar xizmati hamda go'zal tabiati, musaffo havosi bilan ham dam oluvchilarga manzur kelmoqda. Sanatoriyada qanday dam olyapsiz? Juda yaxshi. Nechinchi marta kelishingiz? Bu ikkinchi marta kelishim. Bu yerdagi ovqatlanish sharoiti mana restorandagidan kam emas. Sog'ligingizda nima bezovta qilardi? Hozir ahvol qanday? Sog'ligimda oyog'im og'riq bor edi, qon bosimi ko'tarilardi. Hozir mana oyog'imda hech qanaqa og'riqlar yo'q. Juda o'zimni yaxshi his qilyapman. Muolajalar juda yaxshi. Hamma tomon yam-yashil. Havolar salqin, tashqarilarda hamma sharoitlar zo'r. Odamning kayfiyatini ko'taradigan sharoitlar bor. Gullar ekilgan, archalar. Bir tog'da yurganda yuramiz-da bu yerda. Kayfiyat zo'r, uyqular zo'r bu yerda. Yotish xonalari juda shinam. Ham ruhan, ham jismonan salomatligingiz bu yerda yaxshi bo'ladi. Uzoqqa borib ovora bo'lmadim. Yo'l xarajatiga tushganim yo'q. Bu yerda hamma sharoitlar zo'r. Orqangizdan odam kelami-kelmay u qiziqi yo'q. Chunki issiq-ovqat o'z vaqtida beriladi. Dam olish o'z vaqtida, ukkollar o'z vaqtida. Doktorlar kelib turib salomatligini so'rab turadi. Tekshirib turadi. Kim agar davolanamansa, belida yoki oyog'ida og'riqlar bo'lsa, yurak qon tomir bosimida kasalliklar bo'lsa, mana shu Qamashi Qiziltepa sanatoriyasiga kelsin. O'zlari o'z ko'zi bilan ko'radi, gapimiz haqligini ishonch hosil qiladi.
Sanatoriyada kardiologiya, nevrologiya, pulmonologiya, ginekologiya, urologiya, stomatologiya, terapiya kabi yo'nalishlarda malakali mutaxassislarning xizmat ko'rsatishi hamda tibbiy tekshiruvlar uchun zarur jihozlar bilan ta'minlanganligi kasalliklarni tez va aniq tashxis qo'yib samarali davolashda ham muhim o'rin tutmoqda. Avvalambor yurak qon tomir kasalliklari uchun birinchi o'rinda mana shu ko'rib turgan manzaraning o'zi insonni sog'ligiga sog'lik qo'shadi. Ikkinchi o'rinda mana yurak qon tomir kasalliklarida bo'ladigan ateroskleroz holatlar, ya'ni qarikishlarimizda bo'ladigan o'zgarishlarga mana shu sanatoriya juda ham mos keladi. Bundan tashqari infarktlar bilan og'rigan bemorlarimiz o'sha infarktga o'tgandan keyingi holatlarini o'zi reabilitatsiya qilish jarayoni mana shu yerga ham juda ham mos ravishda olib kelingan. Yurak qon tomir kasalliklarida masalan aynan yurak qon tomir mana bo'g'im kasalliklari bor. U bo'g'im kasalliklardan revmatoid artrit, mana retsidiv davrlari bor. O'sha paytlarda biz bemalol bu yerlarda davolashdan yo'lga qo'yganmiz. Ham dam oladi, ham o'sha yerda o'zi davo muolajalarini davom ettirishi mumkin. Bundan tashqari igloterapiya, ya'ni o'sha igna bilan davolash usullari. Bundan tashqari mana bizda 30 xil turdagi fizioterapiya davolash joylari bo'lib, shundan 25 xilni biz unga tavsiya qilamiz. Dam oluvchilar bu yerda o'zining bir vaqtning o'zida sog'lig'ini tiklashadi va maroqli dam olib ketishadi. Qiziltepa sanatoriyamizda biz xotin-qizlar uchun juda ham katta sharoitlar yaratilgan. Shu qatorda bizga ginekologik kasalliklar bo'yicha davolashlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ginekologik kasalliklardan shu birinchi tekshirish usullaridan kolposkopiyalar yo'lga qo'yilgan. Bu kolposkopiya apparati asosan xotin-qizlarda bachadon saratoni kasalliklarini erta bosqichlarda aniqlashda juda ham qo'l keladi. Infeksion kasalliklar bilan kasallanganlarda aniqlashda foydalanamiz. Bepushtlikda, ya'ni homilador bo'la olmayotganlarda Qiziltepa sanatoriyasida yaqin bir oy ichida bu tashkil etildi va shu aholini kolposkopiya apparatiga yilda bir marta bo'lsa ham tushishni tavsiya etamiz. Ginekologik tekshiruvlardan keyin biz qo'shimcha laborator tekshiruvlarni amalga oshiramiz va tekshiruvlar natijasidan keyin biz shu yerda o'zida davolashlar imkoniyati juda ham keng, fizioterapiyalar qo'shilgan. Yaxshi natijalar bilan biz kasallarni davolab chiqaryapmiz va hozir paytgacha yotib davolangan xotin-qizlarimiz juda ham minnatdor. Bizning sanatoriyamiz laboratoriyasi ishga tushirilgan. Shu yerda yotgan bemorlarimiz shu laboratoriyadan tahlillarning natijasini olib, shu bo'yicha davolanadi. Sanatoriyamizning laboratoriya tekshiruvlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu laboratoriyamizda qon tahlili, umumiy biokimyoviy tekshiruvlar va IFA apparatimizda tekshiriladi. Bemorlar o'zini tekshiruvlarini, natijalarini olib, shifokorlar tavsiyasi orqali salomatligini tiklashlari mumkin. Qiziltepa sanatoriyasida yaratilgan sharoit va imkoniyatlar dam oluvchilarni mamnun etmoqda va yildan yilga murojaat etuvchilar soni ham oshib boryapti. Shunga muvofiq sanatoriyadagi 130 o'rin bugunga kelib 200 o'ringa yetkazildi va o'zingiz ko'rib turganingizdek mana shunday qo'shimcha zamonaviy binolar qurilib, bugun aholiga xizmat qilyapti. 6 kun bo'ldi kelganimga. 3 kunda o'zi yaxshi natijasini bildim. Qo'llarimda, oyoqlarimda og'riqlar bo'lgan. Shular yaxshi, men to'xtadi og'riqlarim. Ovqatlari zo'r, hamma sharoiti bor, yaxshi. Tozaliklari ham zo'r. Endi boshqa joyga borib ovora bo'lmayman. Men shu yerga kelib, yaqin, qulay sharoiti ekan, yaxshi. Davolanib yuraman har doim. Men shu sanatoriyaga G'uzordan kelib davolanyapman. Sharoitlari juda ham yaxshi. Oyoqlarim, bellarim og'rirdi. O'shanga natija ko'rganim uchun 5-6 yildan beri shu yerga kelib davolanib turaman. Viloyatimizga shunday sharoit borligidan, boshqa joyga borib ovora bo'lmasligimizdan xursand bo'lib davolanib yuribmiz. Yangi sog'lomlashtirish uslublarining gidroionlash, suv muolajasi, kedr bochkasi, zamonaviy tibbiy jihozlar asosidagi fizioterapevtik davo choralarining keng qo'llanilishi davolanuvchilarning qisqa vaqt ichida salomatliklarini tiklashlarida yaxshi natija ko'rsatmoqda. Dam olish va davolanish maskani nafaqat Qamashi ahli uchun xizmat qilyapti,
Viloyatimizning barcha tumanlaridan murojaat etuvchilar soni kun sayin oshib bormoqda. O'zbekiston Kasab uyushmalari Federatsiyasining yo'llanmalari orqali ham sanatoriyada dam olish va davolanish imkoniyati yaratilganligi korxona va tashkilotlardagi ishchi xodimlar uchun yanada qulay bo'lmoqda. Bu yerda fizioterapiya muolajalari o'tkaziladi. Asosan bizlarda gidroaeroionlash xonamiz bor. Nafas yo'li kasalliklariga ancha davo. Har xil apparatlarimiz bor. Masalan, elektroforez, darsanval, ultrazvuk apparatlarimiz bor, UVC bor, nogabist apparatlarimiz bor. Ular bel, oyoq, o'sha bo'g'im kasalliklari, polartrit hamma kasalliklarimizga davo. Bizda yana bitta muolajamiz bor, tuzli g'orimiz bor. O'sha tuzli g'orimiz u ham juda nafas yo'llari kasalliklariga, bronx astmalarga juda katta davosi bor. Bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketyapti muolajalarni olib. Bizda apparatlarimiz hamma zamonaviy, muolajalarimiz o'z vaqtida bo'ladi. Bu giyohli choylar bizlarda asosan ovqatdan oldin beriladi. O'shaning uchun sanatoriyamizda soat 11:00 dan soat 11:50 gacha fitochoy vaqti deb belgilangan. Soat 12:00 da tushlik vaqti hisoblanadi. Sana choyi bu qabziyatga davo hisoblanadi. Bunisi sigir quyruq, buyraklar shamollashlariga, shularga davo. Bunisi dala choy, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, shularga davo. Dam oluvchilar tabiiy yo'l bilan davolanishni ham yo'lga qo'yish maqsadida shunday fitobar tashkil qilingan. Giyohlar hammasi tog'lardan kelingan. Sanatoriya xalqimizga qishin-yozin xizmat ko'rsatishi uchun zarur imkoniyatlar yaratilgan. Issiq va sovuq suv ta'minoti, isitish tizimi, elektr energiyasining uzluksiz yetkazilishi uchun kerakli choralar ko'rilgan. Ayollar va erkaklar uchun alohida sport zallari tashkil etilib, jismoniy faollikni oshirish, sog'lomlashtirish mashg'ulotlari ham doimiy ravishda o'tkazib boriladi. Sanatoriyalarimiz juda ham yaxshi. Sport mashqlari erta bilan soat 7 dan soat 8 gacha. Har 3 oyda kelib men shu yerga dam olib ketaman. Yaxshi foydalarini bilyapman. Avvalgiga qaraganda juda ham yaxshiman. Men shu oyoq qo'llarim, bo'g'inlarimda kuchli og'riqlar bor edi. Juda yaxshiman. Mana sog'lom, zo'r, hamma taraflama. Dam oluvchilarning soni oshib borayotganligi ham ushbu maskan xalq ishonchini qozonayotganligidan dalolatdir. Talab va ehtiyojlarga ko'ra 200 o'rinli sihatgoh kelgusida 300 o'ringa yetkazilishi reja qilingan. Shuningdek, qo'shimcha binolar qurilib, xizmat ko'rsatish turlari va qulayliklari yanada oshiriladi. Donishmandlarning biridan eng yaxshi hayot qanday hayot deb so'rashganda salomatlik va xotirjamlikda o'tgan hayot deya javob bergan ekan. Haqiqatdan ham bugun xalqimizning uzoq umr kechirishi, salomatligini ta'minlash uchun barcha imkoniyat, sharoitlar yaratilgan va o'zingiz guvoh bo'layotganingizdek chekka hududlarda ham aholi salomatligini ta'minlashga xizmat qilayotgan mana shunday maskanlar o'z faoliyatini olib boryapti. Va uzoqqa borishga hojat qolmadi. Siz ham ushbu mavsumda qaysi sihatgohga borishni o'ylab turibsizmi? Unda hech ikkilanmasdan vohamizdagi mana shunday so'lim go'shalarda joylashgan dam olish maskanlari va sanatoriyalarda bo'lishni tavsiya etamiz. Ayni shu fursatda siz bilan xayrlashamiz va yangi manzilda uchrashguncha xayr deb qolamiz.